Xazinam to'rt til tarbiyalash markazi, hammamizning xazinamiz. We will do our best to help you in learning the world language, which is the English language. Parlaq istiqbolimiz uchun uyda o'ltirib o'rganishni boshlang. Naq maydondan sistemlik ingliz tili o'rganish arzusidagilar uchun alohida xush xabar. A1 0 seviye va A2 seviye dersimiz mas'uliyatchan o'lchamlik Amerika talaffuziga va dars o'tish tajribasiga ega yuqori seviyalik magistr o'qituvchimiz tarafidan 3 oydan 6 oygacha muntazam o'tildi. Ingliz tili B1 seviye dersimiz til tarbiyalash markazlarida 10 yildan beri ingliz tilidan o'qish tarbiyalab kelayotgan yuqori seviye mo'l o'qitish tajribasiga ega hozir IELTS darsimizni berayotgan kasbiy o'qituvchimizning sistemlik yetakchiligi internet orqali Amerikadan bevosita o'tildi. Dars muddati 3 oy va uzun muddatlik bo'ldi. Boshqa ingliz tili, german tili, rus tili, xitoy tili, arab tili, o'rta va oliy maktab imtihoni uchun matematika tayyorlik sinfi, bolalar ana tili va bolalar ingliz tili darslarimiz bor bo'lib, darslik, nashr va muhim grammatiklik mazmunlar birlashtirilib tafsiliy o'rgatildi. Kundalik topshiriqlar berildi. Oy oxirida bir tutash imtihon e'linib, natijasi e'lon qilindi. Darsimizga qatnashgan o'quvchilar naq maydon darsimiz orqali ekrandan materialni ko'rib turib savol so'rash, savollarga bevosita javob berish shaklida o'qish, yozish, so'zlash qatorliq jihatlarda muntazam tarbiyalanib, o'rta va yuqori saviyalarga yetkazildi. Ma'lum sababdan darsga qatnashmaganlarga o'tilgan dars to'liqlab berildi. Sap ana tilimizda tushunishlik va unumli o'rganish so'rini izlayotgan arzu egalarining vaqtida xabardor bo'lishi uchun keng tarqatib qo'ygaysizlar.